Assalomu alaykum yurtdoshlar, hammasi omonmi? Ertalabga eng tez tayyor bo'ladigan shirinlikni tayyorlaymiz. Bitta tuxumni chaqib oldim. Endi buni ozgina aralashtiramiz. Bir piyoladan sal kamroq shakar solamiz. Ozgina nomiga chayin soda soldim men. Yana ko'pirtiraman. Bir qoshiq, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, oltita sut, 6 qoshiq yog' ham soldim. Oddiy semizga yog'dan. 2 qoshiq kakao bittasini sovordim. Bitta, ikkita. Yana ozgina un solamiz. 2 shokoladni maydalab sovordim. Buni ham chiroyli chiqsin dedim. Aralashtirib, endi kosalarga ozgina suv bor ekan. Voy, shunaqa qilmaydi. Mikrovolnovkaning yoniga buni ham qo'yib yuboramiz. Mana azizlar, hozir yoqamiz buni. Azizlar, tayyor bo'ldi. Shokoladimizni quyib yuboramiz endi ustiga. Voy. Yoqimli ishtaha hammaga.